Mahirlik bilan erlar hojatxonasiga yugurib kirdi. U eshik tutqichning kuchab tortib buzib o'tib, xo'jayinning qochib ketishini oldini oldi. Ondan qisqacha tarjimani ilib o'zini tunishtirdi. Bu shirkatning xo'jayini xafa bo'lmayla qolmay, yana aksicha uning yuz turana imtihon usulidan bekla hayron qoldi. Ayol xushalligidan og'zini yumolmay qoldi. Biroq xo'jayin uning tarjimonini mutlaq axlat sanduqiga tashlab o'tib, uning axlatga moslashib billa turishni aytdi. Lekin uning necha kundan keyin qaytib kelishini bilmaydi. Amaliyotda uningga xizmat kam emas, balki bu shirkatga kirib burunqi yigitidan o'ch ilish uchun edi. Bir necha kun ilgari qizning o'g'il do'sti uning bilan to'y xati bajardi. Yana alaydan to'y taklifi uzukka tayyorladi. U nihoyat baxtli ko'rindi, lekin bularning hammasi o'g'il do'stining mangulik o'ltiraqlish kinishkisi bajarish uchun edi. U kinishkini qo'lga ilibla qizni tashib etib, boshqa bir qiz bilan ketib qoldi. O'g'il do'sti muhabbetini ko'z-ko'z qilayotgan shu paytda u ochiqdan Mayklapani desab ularni so'qlatmoqchi bo'ldi. Biroq bu chaqda yon tarafdagi mashina o'zini qochirishga ulgurolmay so'qilib ketib qizchaq naq maydonda ushdan ketdi. Qizchaq doktorxonada ushga kirib turishga shofir keliblar to'lam to'lab berishni aytdi. O'g'il do'sti qochib ketdi. Hozir yana biraylan qizchaqdan to'lam to'lab qilyapti. Qizchaq ochiqda talonni yirtib shofirni ablah deb tillab ketdi. Ikkinchi kuni shofir loyiqini ilib qizchaq ishlayotgan o'ringa kelib tamoq yeyotganda, ishlayotgan qizchaq uni ko'rib ikkalarni oldiga yugurib borib, arining ochiqini keltirish uchun bu qiz tunigundek chiroyli emaskan-ku deb quduldi. Uchirishga chiqqan qizchaq ochiqda meni ahmoqligidek bo'ldingmi jonan deb kiyimga ichimlikni to'kib ketib qoldi. Qizchaq mashinani qoldirish pulini tixib bermay turib, yana bu arining ishini suvga chilganligi uchun bu qizni arz qilib uni bevosita ishsiz qo'ydi. Shirkatga qaytib kelgandan keyin uchirishga chiqqan seni boshqalar yomon niyatda qo'lga chiqarganligini ko'rdi. Ular singa ilish orqali shirkatning obraziga ig'ir ta'sir yetkazgan edi. Shirkatning paychiki tez suratda tushib ketdi. Hozir faqat asli filmni topganlar ondan shirkatni qutqizib qolgan bo'ladi. Bu chaqda qizchaq bu xabarni ko'rgandan keyin bu direktorning paskaz qilmish ekanligini bildi. U darhol kishilik hayotning yuqori palasiga chiqa oladigan ham intiqom ola oladigan yaxshi amalni o'ylab topdi. U yaqin do'sti bilan direktorning yon telefonidan aslisini topdi. Bu chaqda iliqi model oshxonaga kelgan edi. Qizchaq darhol aslidagi ko'rinma chastotni almashtirish o'rniga o'zining shirkatiga borib ishlash talabini o'tirib qo'ydi. Bu qizchaqning talabiga qo'shilarmi? Qizchaq shirkatga kelib o'g'il do'stining o'chini ola olarmi? Filmning davomi qiziqsangiz, ekranda ko'ringan ko'zko'z saloni qo'shilib 138 raqamni yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz bosh betdagi birinchi zopinga qarang.